Shu instrumentni muddatli to'lovga bormi deb so'radinglar. Sizlar uchun ham muddatli to'lovga xuddi shu ko'rayotgan instrumentimizni qo'yib yubordik. Ko'ryapsizlar, DeWalt brendidan 4 talik naborimiz kelgan. Buning ichida nimalar borligini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Ko'rayotganingizdek, mana 4 ta buni batareykasi bo'ladi. Ya'ni 4 ta instrumentga 4 ta batareyka komplektida chiqadi. Undan tashqari ko'ryapsiz, shurpaveri bo'ladi. Mana bu yerda bitta gaykaveri bo'ladi. Xo'p, endi ko'rayotganingizdek, bolgarkasi bo'ladi. Va yana bitta qo'shimchasiga perforator bo'ladi. Undan tashqari bu instrumentlarga qo'shimchasiga mana ko'ryapsiz, ikkita zaryadchiga ham chiqadi. Xuddi shu ko'rayotgan komplektimizni sizlar uchun 135 ming so'mdan muddatli to'lovga qo'yib yuborganmiz. 12 oyga 135 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Agar xohlaydigan bo'lsangiz 3 oydan 12 oygacha xohlagan oyingizga bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Endi buni shartlari qanaqa deyotgan bo'lsangiz, qarang, pasportingiz bilan, plastik kartochkangiz bilan elektroy kelasiz. 15 minutda ishingizni bitirib beramiz. Agar siz viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunaqa asal narxidan foydalanish kerak.